Assalomu alaykum. Bu Lexstock.uz loyihasi. Bugun biz quruvchilar va xaridorlar o'rtasida kelib chiqayotgan nizolarni muhokama qilamiz. Bu mavzuni biz mutaxassis, ko'p yillik tajribaga ega huquqshunos, advokat Rejabov Jahongir aka ishtirokida muhokama qilamiz. Assalomu alaykum Jahongir aka. Assalomu alaykum. Toshkent shahrida va O'zbekiston boshqa shaharlarida, viloyatlarida ko'plab yangi uylar qurilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti har xil holatlar, nizolar, kelishmovchiliklar, e'tirozlar. Shu holatga tushib qolmasligim uchun men avvalambor qanaqa yo'l tutishim kerak? Assalomu alaykum. Haqiqatan ham juda dolzarb masalani ko'tardingiz. Bugungi kunda ko'plab fuqarolarimiz shu uylarni xarid qilish bilan bog'liq muammolarga uchrab turishibdi va bu muammolarni kelib chiqishining asosiy sabablari 3 ta. Birinchi asosiy sababi uyni xarid qilishda qurilish tashkilotini tegishli ravishda o'rganmaslik, ularni ishonchliligiga oid ma'lumotlarni to'liq o'rganmasdan shartnomani imzolash. Ikkinchi sababi aynan shu shartnoma bilan tanishib chiqmasdan, undagi huquq va majburiyatlarini to'liq o'rganmasdan shartnomali munosabatga kirishish. Va uchinchi sabablaridan biri har bir fuqaro bu iste'molchi hisoblanadi. Iste'molchilarning iqtisodiy madaniyati shakllanmaganligida deb bilaman. Mana shu 3 ta omil yuqorida siz sanab o'tgan muammolarni keltirib chiqayotgan asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Asosiy sabablardan biri bu quruvchining faoliyati to'g'risida demak ma'lumotga ega emasligini ta'kidlab o'tyapsiz. Oddiy fuqaroga bu qanday qilib bu masalaga oydinlik kiritish mumkin yoki ma'lumot olishi mumkin? Bugungi kunda har qanday tashkilot, kompaniya to'g'risida ma'lumot olish imkoniyatlari keng, shu jumladan qurilish tashkilotlari to'g'risida ham ma'lumot olish imkoniyatlari mavjud. Onlayn tekshirish nazarda tutyapman. Birinchi navbatda shu xarid qilmoqchi bo'lgan qurilish kompaniyasi o'zi haqiqatan qurilish kompaniyasimi, yo'qmi, buni tekshirish juda ham oson. Statistika qo'mitasini rasmiy saytida, status saytida ushbu tashkilotni huquqiy shakli, qurilish sohasida qachondan beri faoliyat yuritayotganligi to'g'risida ma'lumotlar olish imkoniyati mavjud. Ikkinchi resurs, bu tekshirib ko'rish uchun onlayn resurs, bu bevosita Qurilish vazirligini rasmiy sayti. U yerda bugungi kunda qurilishlar amalga oshirilayotgan qurilish obyektlari to'g'risida ma'lumotlar muntazam ravishda yangilanib borilyapti. Ya'ni bevosita Qurilish vazirligini saytida shaffof qurilish platformasi ishga tushirilgan. U yerda obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlar, qaysi hujjatlar asosida faoliyat yuritayotganligi, u hujjatlar mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotlar bilan bir qatorda noqonuniy qurilma yoki qonuniy qurilma ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham olish imkoniyati mavjud. Bu yana bir imkoniyat shu fuqarolarga, iste'molchilarga. Bundan tashqari fuqarolarga eng oson yo'li, onlayn platformalardan foydalanishga qiynaladigan bo'lsa va onlayn platformalarda hali to'liq ma'lumot kiritilmaganligi inobatga olgan holda eng oson va mukammal yo'li bu bevosita o'sha qurilish bo'layotgan obyektga borib tekshirib ko'rish. Qanday amalga oshiriladi? Qonunchilikka ko'ra har qanday qurilish obyektida u obyektning pasporti joylashtirilishi majburiy, barcha iste'molchilarga ko'rinib turadigan va u pasportning tarkibida o'sha qurilishni olib borishga talab etiladigan ruxsat etuvchi hujjatlar bor yo'qligi, loyiha hujjatlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar joylashtirib borishi majbur qurilish tashkilotlari. Shu sababli bemalol o'sha obyektga borib pasporti bilan tanishib to'liq ma'lumot olishi mumkin. Har qanday fuqaro shu yo'llardan foydalanib birlamchi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Xaridorlar mana shartnomani tuzishdan oldin deyapsiz, ularni o'qimaydi, o'rganmaydi. Qaysi bandlariga, shartlariga xaridor ko'nishi kerak, kelishish kerak yoki qaysi holatlarga e'tibor qaratish kerak? Shartnoma shartlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, har qanday shartnomaning asosiy shartlari bo'ladi. Uy joy xarid qilishda asosiy shartlari, asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan bandlari bu obyektni topshirish muddati. Ko'p hollarda bu muddatlar bir tomonlama quruvchi tomonidan uzaytirilishi nazarda tutib ketiladi shartnomalarga. Shu qismiga e'tibor qaratilishi juda muhim. Xo'p, muddatlari deganda, demak, obyekt 21-yilda topshirilishi kerak. Mana bugun 26-yil, oradan 5 yil o'tdi. Shunaqa holatlar ham bor, internetda ham chiqayapti. 5 yildan beri biz kutyapmiz, imorat bitishini deyapti. Investorda bitta yo'li qolyapti, yoki shartnomani bekor qilib pulini olib ketish
bu holatda bekor qilsa bozor narxi уже uyni narxi o'zgardi. Yoki ikkinchi yo'li bu kutish, obyekt qachon qurib bitadi. Birinchi holatimizda qanaqa imkoniyatlar bor? Nimaga e'tibor qaratish kerak xaridor? Bekor qilayotganda, ikkinchisi o'sha kutganda yana qanaqadir imtiyozlar olishga imkoniyat bormi? Xo'p, har ikki holatda ham shartnomani tuzishdan oldin o'sha quruvchini majburiyatlari uchun bajarmaganda javobgarlik nazarda tutilganmi, yo'qmi? Agar nazarda tutilmagan bo'lsa, xaridor shu majburiyatlar uchun javobgarlik masalasini, kirib ketish masalasini, chorasini ko'rish kerak. Ya'ni muddati cho'zilib ketyaptimi, penya, jarimalar undirish masalasini shartnomada ko'rsatib o'tishi. Bundan tashqari, shu muddati cho'zilganda o'zini huquqlarini ham himoya qilib ketish imkoniyatlari mavjud. Ya'ni ijarada yashayotgan bo'lsa, o'sha cho'zilib ketgan davrda ijara haqqini to'lab berish yo bo'lmasam qanaqadir boshqa iqtisodiy zarar ko'radigan bo'lsa, o'sha zararlarni undirib berish choralarini ko'rib ketishi mumkin. Bundan tashqari, o'sha shartnomani bir tomonlama bekor qilish bandiga ham qo'shimcha kiritib ketib, quruvchini aybi bilan shartnoma bekor qilinganda, u holatda ham jarimani fuqaro emas, aksincha quruvchi investorga to'lab berish to'g'risidagi masalalarni ham shartnomada aks ettirib ketishi mumkin. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, shartnomani bekor qilayotganda kimni aybi bilan shartnoma bekor qilinyapti? Ya'ni agar taraflarning kelishuvi bo'yicha muammosiz, agar bir tarafning istagi bilan bo'lsa, uning sababini ham baribir aniqlab ketish kerak. Albatta, ko'rsatib o'tish lozim. Amaliyotda ayrim holatlarda jismoniy shaxslardan, fuqarolardan pulini qaytarib ber degan mazmunda ariza yozib olishyapti va jarima ushlab qolyapti ko'p quruvchilar. Bu holatda pulni qaytarib olishning sababi bevosita quruvchi muddatida topshirmagan, ya'ni quruvchining aybi bilan pulni qaytarib olyapman, shartnomani bekor qilyapman deb arizada ko'rsatib ketish maqsadga muvofiq keyinchalik huquqlarini sudda himoya qilish osonroq bo'ladi. Tushunarli. Yana bitta dolzarb masala bu uyning, obyektning sifati. Misol uchun, men obyektni qabul qilib oldim, lekin mana ko'zga ko'rinadigan kamchilik bor. Men bilib bo'lmaydigan, mana vaqti bilan qanaqadir kamchiliklar yuzaga kelayotgan holatlar bor. Xaridorning huquqlarini bu holatda qanday tiklash mumkin? Qanaqa imkoniyatlardan foydalanish mumkin? Haqiqatdan ham bu masala juda ham jiddiy masala, chunki biz iste'molchimiz unga baho bera olmaymiz sifatiga. Birdaniga ko'zimiz ko'rgan narsani eng oson yo'li qabul qilmasligimiz mumkin. Uni ko'zga ko'rinarli kamchiliklari bo'lsa, lekin ko'zga ko'rinmaydigan kamchiliklari bor. O'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, u ma'lum vaqt o'tgandan keyin aniqlanadi. Bu holatda nima qilsa bo'ladi? Bu holatni oldindan bilsa bo'ladimi? Albatta bilsa bo'ladi. Birinchi o'rinda har qanday qurilishda avtorskiy nadzor, ya'ni muallif nazorati degan tushuncha bor. Har bir qurilishda o'sha muallif kelib o'zi tekshirishi kerak. U o'sha loyiha bo'yicha quryaptimi, loyihada nazarda tutilgan sifatli mahsulotlarni ishlatyaptimi, yo'qmi, shuni tekshiradi. Bundan tashqari avtorskiy nazoratning ustidan ham nazorat bor, davlat nazorati bor. Bu bevosita davlat qurilish inspeksiyasi tomonidan amalga oshiradi va qonunchilik bilan periodически har bir qurilish obyektini nazorat qilishi ko'zda tutib o'tilgan. Sifatiga ishonmayapsizmi? Siz mana shu inspeksiyaga murojaat qilishingiz mumkin va inspeksiya borib qurilish obyektini sifat darajasida qurilganmi yo'q tekshirib beradi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan imkoniyatingiz sifati bo'yicha baho berishdi. Bundan tashqari bugungi kunda shunaqa uslugalarni taklif etuvchi jismoniy va yuridik shaxslar bor. Kelib o'sha siz xarid qilgan obyektni bevosita o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ekspertizadan o'tkazib, tekshirib berib, o'sha yaroqliligi, sifati darajasini tekshirib baholab beradi va siz ma'qul kelsa shu obyektni qabul qilib akt bilan rasmiylashtirib olasiz. Agar ma'qul kelmasa, qabul qilmasdan shartnomani bekor qilish to'g'risida quruvchiga taklif berasiz. Yoki mana shu kamchilikni bartaraf qilish degan talabni qo'yish mumkin. To'g'ri. Endi siz aytyapsiz, akt bilan rasmiylashtirib, aytaylik, men aktni rasmiylashtirib bo'ldim, lekin u kamchilik o'sha obyektni qabul qilib olganimdan keyin 2-3 oydan keyin vujudga keldi. Juda ham o'rinli savol. Ko'pchilik haqiqatdan ham akt bilan yoki kadastr rasmiylashtirib bo'lgandan keyin ayrim kamchiliklar aniqlaydi va o'zini hisobidan bartaraf qiladi, chunki buni quruvchi bartaraf etib berishi mumkinligi, shartligi to'g'risida ma'lumoti yo'q. Shartnomada ham bu aks ettirilmagan, lekin qonunchilikda bu nazarda tutib ketilgan. O'sha iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida qonunda ham, fuqarolik qonunchiligida ham ko'zga ko'rinmas kamchiliklarni aniqlash muddatlari berilgan, garantiyный srok degan tushuncha bor. Bundan tashqari, shu kafolat muddati davrida aniqlanib qoladigan kamchiliklar bo'lsa, bevosita quruvchi u kamchiliklarni o'z hisobidan bartaraf etishga majbur. Tushunarli. So'zingizda ta'kidlab o'tdingizki, keyinchalik taraflar o'rtasida obyektning maydoni bo'yicha ham nizo kelib chiqadi. Ya'ni tasavvur qilaylik, men uyda xarid qilyapman, investitsion shartnomasida men
demak uyda 75 kvadrat metrga endi pul to'lov qildim va shunga shartnoma qildim, lekin kelgusida kadastr hujjatini olayotganimda 70 kvadrat metr bo'lyapti. Endi biz bilamiz, hozirgi kunda bozor narxida 1 kvadrat metr 10 milliondan 20 milliongacha, endi obyektingiz joylashgan joyiga qarab. Bu holatda ham taraflar shartnomaviy munosabatga kirishdan oldin bu narsani ko'ra bilishlari kerak, chunki qurilish loyihasida siz aytganingizdek 75 deb ko'rsatilgan bo'lishi mumkin, lekin qurilish jarayonida loyihadan ayrim sabablarga ko'ra chetlash bo'lishi mumkin va devorlarni o'sha qalinligi o'zgarishi natijasida umumiy maydon yo kattalashadi yoki kichiklashish holatlari ham bo'lishi mumkin. Mazkur holatda taraflar shartnomada определенный o'zgarish, kvadraturada o'zgarish bo'lsa, hech qanaqa qo'shimcha to'lovlar hech qaysi tarafga amalga oshirilmasligi bo'yicha kelishuv berish mumkin. Masalan, 75 kvadrat deb ko'rsatildi shartnomada, kadastrda 78 chiqib qoldi yoki 72 chiqib qoldi. Plus minus 2 yoki 3 deb ko'rsatib, u holatda hech kim qo'shimcha to'lov qilmaydi. Shu plus minus 3 dan oshdimi, o'sha har bir kvadraturaga shartnomada ko'rsatilgan kvadratura narxidan kelib chiqib, har ikkala taraf bir-biriga to'lovlarni amalga oshiradi deb oldindan kelishib bo'lsa, keyinchalik nizo kelib chiqmaydi. To'g'ri. Agarda unaqa kelishmagan bo'lsa, bu degani har bitta taraf, demak, o'zini huquqlaridan foydalanib pul mablag'ini undira oladimi? Ortiqcha to'lab qo'ygan bo'lsa, допустим, xaridor ortiqcha pul to'lagan bo'lsa, shu pulni qaytarib olish vakolati bormi? Vakolati bor, huquqi bor. Boya yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, kvadraturaning o'zgarishiga nima sabab bo'lganligiga oydinlik kiritish kerak va mazkur holatda quruvchini aybi bilan kvadraturada plusga o'zgarish bo'lib ketib qolgan bo'lsa, nimalarnidir hisobidan o'sha kvartirani maydoni kattalashib ketgan bo'lsa, unda yoki kichikrashib qoladigan bo'lsa, unda albatta quruvchi tashkilot xaridorga u summani qaytarib berishga majbur. Jahongir aka, kattakon rahmat. Mazkur suhbatimiz davomida juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni berdingiz. Biz o'ylaymizki, bizning mazkur suhbatimiz davomida berilgan ma'lumotlar fuqarolarga kelgusida shunaqa nizoli holatlarga va muammolarga tushib qolmaslik uchun yordam beradi degan umiddamiz. Hamda fuqarolarimizga agarda ularda yana shu mavzu bo'yicha qanaqadir savollari bo'lsa, muammolari bo'lsa, bu mavzu juda ham keng mavzu. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, marhamat kommentariyada yozing, bizga murojaat qiling. Biz yana mutaxassislar bilan birgalikda sizlarning muammolaringizni, shunaqa holatlarni muhokama qilib, sizning muammongizga huquqiy yechim berishga harakat qilamiz. Kattakon rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat.